Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar, qadrli kuzatuvchilar. Jalaquduq tumani hokimi sovrini uchun o'tkazilayotgan kitobxonlar dueli loyihamiz ikkinchi mavsumi, ikkinchi bosqichi, ikkinchi soni biz boshladik. Demak, navbatdagi duelimiz 27-maktabdan Mannopova Durdona va 4-maktabdan Mirodiljonova Rayhona Chingiz Aytmatovda sohil yoqalab chopayotgan olapar asari bo'yicha. Shartlarni eslatib o'tmayman, bilasizlar. Demak, Durdonaxon, vaqt ketdi, sizga 2 daqiqa vaqtimiz bor. Asar haqida gapirib bering. Asar Chingiz Aytmatovning sohil yoqalab chopgan olapar asari qissa janrida yozilgan bo'lib, asarni bosh qahramoni kritik bo'lib, asarning asosiy mazmuni nida aytiladiki, ya'ni dengiz juda shafqatsiz, bu endi nima ko'rsatib berilyapti. Dengiz juda shafqatsizligi va odam juda ojizligi, lekin shu ojizlik bo'lsa-da, u ruhiyati bilan, fidokorlik bilan uni naqa qila oladi, mag'lub qila oladi va shu bilan ko'rsatib berilgan fidokorlik deganda ularni birinchi bobosi Orqon bobo, keyin Milxon va oxiri Emrayn dadasi ham u uchun o'zini qurbon qilgani, o'sha shu bola tirik qolsin deb o'zlarini qurbon qiladi va bular orzusiga yetishadi. Lekin juda bu asar qayg'uli tugaydi. Sabab oxiri hamma o'lgandan so'ng, lekin o'zi yetib borgani qiziq bo'ladi. Bu odam har bir o'qigan odamni qalbini lahzaga keltiradi degan deb o'ylayman. Chunki asar qayg'uli tugashi sabab bo'ladi va o'qigan va asar qahramonlari bir-biriga bo'lgan fidokorligini biz ajdodlarimiz bizga naqa qilgani, ishonishib biz uchun o'zlarini naqa fido qilganidan bilib olsak bo'ladi. Fido qilgani sababli biz unga yarasha avlod bo'la olishimiz kerak deb ko'rsatib beriladi va bu asarning asosiy shaxslardan bo'lganishi bo'lsa-da, ular yana birinchi orolga borganda yo'q ular bir-biriga bo'lgan bunaqa yaxshi ko'rsak bo'ladi. Demak, Rayhona tayyormiz? Ketdik. Men bugun jahon va o'zbek adabiyotining buyuk vakili Chingiz Aytmatovning o'zbek adabiyoti emas, qirg'iz. Men bugun qirg'iz va jahon adabiyotining buyuk vakili Chingiz Aytmatovning sohil bo'ylab chopayotgan olapar qissasi haqida so'z yuritmoqchiman. Bu qissa 1977-yilda G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida nashr qilingan. Bu qissa inson va tabiat o'rtasidagi murakkab kurash, matonat va og'ir voqealar haqida kechadi. Marhamat, fikrlar. Nimasi yoqmadi? Og'ir voqealar haqida kechadi. Asarning asosiy g'oyasi u insonni boshqatdan qilsak bo'ladimi? Yo'q. Vaqtingiz ketyapti. Asarning asosiy g'oyasi esimdan chiqib qoldi. O'zingiz fikringizni ayting asar haqida. Nimani tushundingiz? Nimaga biz uni o'qishimiz kerak? Bu asar nima uchun bizga tavsiya qila olasiz? Ayniq mana shu sababdan tavsiya qilaman. Boshdan aytsam bo'ladimi? Vaqtingiz ketyapti. Hozir siz boshdan xohlaganingizni qiling, faqat bizga asar tushuntirib bering. Men bugun jahon va o'zbek adabiyot, qirg'iz va jahon adabiyotining uni aytdingiz. Asar nimasi yoqdi sizga? Aynan nimasi yoqdi? Asardagi olapar, sohil bo'ylab chopayotgan olapar bu aynan umid ramzi bo'ladi. Umid ramzi bo'lib, u biz nima olamiz asardan? Ma'naviy qanday? O'qiylikmi, o'qimaylikmi bu asarni? O'qiylik. Nima uchun? O'quvchiga umid baxsh etadi. Hammaga ma'lumki, insonni oldiga yetaklaydigan narsa bu aynan umid bo'ladi. Shu orqali bu asarda umid tasvirlangan. Rahmat. Endi savol-javobga o'tamiz. Durdona, marhamat, birinchi savol. Ular, ya'ni shu kritiklar o'shalar qayg'iga suv to'lib qolganda nima uchun suvda to'kib yuborishadi? Qayg'i cho'kayotgan bo'ladi. Cho'kayotgandan qutqarib qolish uchun aynan kitobda boshqacharoq yozilganda aynan bitta fakt berilgan. To'g'ri?
yurganda shaloplab unaqa qilmaslik uchun, qiynamaslik uchun. Lekin Asosiy. Ha, u ham to'g'ri, lekin. Qisman to'g'ri. Qisman. Marhamat. Ko'k sichqoncha o'rmonda qaysi paytda uni ko'ziga o'sha ko'rinadi? Elas shamolday, mayin shamolday. Qaysi vaqtda? Shom vaqtida. Yo'q. Chosh vaqtida. Marhamat. Unaqa qaysi dengizni oldida har doim kecha va kunduz tabiatning eng kuchli unsur, ya'ni suv, dengiz bilan quruqlik o'rtasida jang olib boradi. Qaysi dengiz oldida? Ha. Hali kichik Sina va o'rta Sina sohillarimi? Yo'q, javob. Oxatda. Ha? Oxatda. Oxatda. Marhamat. Bola uchun kriz tushida qaysi dengizda qay holda yotadi? Qanday dengizda? Olapar sohilga yaqinligi. Yo'q, yaraqlagan dengiz. Marhamat, oxirgi savollarimiz. Okaguk, ya'ni hali qush orolga nega unaqa kelib boradi? O'ziga o'ljaslagani? Marhamat. Ular anhorda suzishayotgan paytida bir-biriga suv puflashadi va shu tarzda qanday sho'xliklar boshlanadi? Har xil, ya'ni kulib, bir-biri bilan Yo'q, asosiy bitta so'z keltirilgan. Shodlanishadi. Yo'q, shu tarzda tezsiz sho'xliklar boshlanib ketadi. Xulosalarga ta'minlaymi? Xo'p. Demak, asar bayoni jihatidan bu qisga yaxshiroq ball qo'yamiz. Endi u ham lekin zo'r ball degani emas. Chunki men bu asarni tan olaman, o'qimaganman. Lekin men sizlardan o'moqchi edim shu asar. Xo'p, savol-javob shartida ustunlik Murodiljonova Rayhona tomonidan bo'ldi va savol-javob shartidan kelib chiqadigan bo'lsak, keyingi boshqa Murodiljonova Rayhona yo'l oladi. Faqat bitta shart bilan, keyingi safar bunaqa bayon bilan ikkinchi shartga ham qo'ymayman. Tushuntira oldimmi? Xuddi shunaqa bayon qiladigan bo'lsangiz. Xo'p, men ham shu fikrlarga qo'shilaman. Durdona to'liq vaqt ichida gapirgan bo'lsa ham, juda ko'p bir joyda atrofda aylandingiz, o'zingiz ham bildingiz. Bitta so'z va o'z ustida ishlash kerak. Qanaqa men bundan oldingilar ko'pchilik aytgan bu gapni oynaga qarab odam o'zi gapirsa, parazit so'zlarimiz yoki mana degan narsalardan voz kechamiz. Bizda yo'q mana. Degan narsa yo'q bizda. Chunki biz o'zimiz ustida ishlaganmiz. Sizga ham shunaqa tavsiya beraman. Chunki siz shu narsa esingizdan chiqib qolsa, misol uchun 49-maktab Jo'raboyev Mayramxon degan narsa menda esimdan chiqib qoladigan bo'lsa, men uni eslab olish uchun deyman. Ya'ni navbatdagi fikrni bir-biriga bog'lab olish uchun. O'sha paytda sukut saqlash kerak. Mana men hozir deyishni o'rniga jim turaman. Va keyingi gapimni o'ylab olaman. Shu nuqtai nazardan sizga tavsiyamiz, nimada ham misol uchun birinchi shartda unaqa katta farq bo'lmadi o'rtalarida, mazmun jihatdan. Bu qiz to'g'ri gapirib bera olmadi, lekin katta farq bo'lmadi. Siz ham xuddi bir 2 daqiqa vaqtimizni shunchaki bitta so'z atrofida aylantiramiz. Bitta voqea atrofida aylantiramiz. Shu nuqtai nazar va savol-javobda savol-javob nuqtai nazaridan 4-maktabdan Murodiljon Rayhona keyingi bosqichga chiqadi. Sizga ham Durdona omad tilayman. Rahmat. Demak, navbatdagi duelimiz 47-maktabdan Mahamadjonova Rayhona va 18-maktabdan To'lanboy va Mashhuralar Asqar Muxtorni Bo'ronlarda bordik halovat asari bo'yicha bellashadi. Birinchi shartimiz bo'yicha boshlayveramiz. Shartlarni eslatib o'tmaymiz, bilasizlar, to'g'rimi? Qur'a bo'yicha Rayhona, marhamat, vaqt ketdi. O'zbek adabiyot namoyonlaridan biri Asqar Muxtorning Bo'ronlarda bordik asari u tashqi fondagi insonning ichki kechirmalarini yoritib beradi. Asarda Zargarov obrazi orqali hayotning qiyinchiliklariga duch kelgan, lekin hech qachon taslim bo'lmagan, ichki sukunatda kurashgan va mas'uliyatli kishi va o'zini tahlil qila olgan insonlarni tasvirlaydi. Asarda uchraydigan yana bir obraz Dmitriy Kazimovich esa kuzatuv va tajriba timsolidir. U hayotni chetdan kuzatadi. Kam gapiradi, lekin uning har bitta so'zida
Uning har bitta so'zida hayot sabog'i yotadi. Biz bu asardan inson qat'iyatli bo'lishni, mas'uliyatni his qilishni, qanday qiyinchiliklarga duch kelsa ham to'xtamaslikni o'rgatadi. Va muallif bu asar orqali yana bir eng muhim narsani yoritib beradiki, bu insonning qadr-qimmati. Inson qadr-qimmatini na hukm, na mansab, na boylik yo'q qila oladi. Va bu eng oliy qadriyatlardan biri bo'lib, asosiy g'oya va Zargarov va uning ayol Farida o'rtasidagi munosabatlar, jamiyat va tizim atrofidagi qiyinchiliklar. Men bitta Hozir. Qiyinchiliklarga qaramasdan davom etishi. Sizga bir ball minus she'ringizga gapni bo'lganingiz uchun. Marhamat, vaqtimiz ketdi. Xo'p, kitob Sahroni o'zlashtirish va uni komplekslashtirish haqida bo'ladi. Xo'p, undagi asosiy qahramonlar Zargarov, uning ayoli esa Fotima bo'ladi. Xo'p, uning ayoli Fotima bo'ladi. Kitobning asosiy g'oyasi insonlarni do'stlashishga, ya'ni ahil-inoq bo'lib ishlashga chorlaydi. Xo'p, Sahroni asosiy vakillaridan biri ministrliklarga bo'linadi. Sayramov, Matkarimov va Sanginov. Zargarov birinchi borgandayoq ularga o'zini taklifini beradi. Nimaga men suvda ham, gazda ham, yo'lda ham o'zimga alohida qilishim kerak? Shuni birlashib qilsak, o'zimizga yaxshi bo'ladi degan ma'noda ularga taklif kiritadi. Lekin ular Zargarovni noto'g'ri tushunadi va natijada o'rtada muammolar yuzaga keladi. Asardan qisqacha xulosa qilib, birga haligi ayrilganni ayiq yer, bo'lganni bo'ri degan naqlga amal qilish ham mumkin. Asarning qaysidir tomonlari jimjitlik romanini ham eslatadi. Misol uchun, Tolibjon obrazida biz Zargarovni ko'rishimiz mumkin, Bodomgul obrazida esa Fotimani ko'rishimiz mumkin va o'sha mash'um Azizbekning rolida biz Saodatni ko'rishimiz mumkin. O'rtada yetim qolgan Saodat ota-onasidan ayro bo'ladi, dadasini oldiga kelib unga bir muddat dalda bo'lgandan keyin dadasi uni o'qishiga qaytarib jo'natib yuboradi. Asarda yana juda ko'p manfaatlar bor. Uni albatta o'qish orqali o'qishimiz mumkin va shunga o'xshash juda ko'p foydalar bor. Yo'q, bor yana. Xo'p, asarni o'qish davomida siz aslida bitta o'zingiz emas, yolg'iz o'zingiz bo'lib, hech qanaqa ish bitira olmasligingizni, jamoadoshlaringiz bilan va do'stlaringiz bilan ahil-inoq bo'lib ishlasangiz, siz ko'proq natijalarga tezroq yo'l bilan yetishingiz mumkin. Misol uchun, Sahrodagi komplekslashtirish ham 6 yilga mo'ljallashtirilgan, lekin agar ular birga bo'lib hamjihatlikda ishlaganda, ular tezroq bo'ladi. Siz ismini xato aytganini aytmoqchingiz, to'g'rimi? Biz o'zimiz hisobga olyapmiz. U narsalarni. Marhamat, ikkinchi savol. Abbosov Zargarovga doim nimalar haqida gapirishni yoqtirardi? Zargarovga vaqt haqida gapirishni yaxshi ko'rardi. Keyin oltinni qazib olish, keyin shunga o'xshash ishlarda gapirishni juda ham yaxshi ko'rgan. O'z rejalari haqida doimiy. 0.5 ball desak bo'ladi, marhamat. Xo'p, Dmitriyev Kazimirovich Gubanov Sahroni qanday tasvirlagandi? Dengiz, Yo'q. daryo kabi. Okean kabi deganda. Bormi javob? Sahro, dengiz deydigan joy. Yo'q. Buyuk sariq dev deb tasvirlagan. Marhamat. Ikkinchi savol. Dmitriy Kazimirovich mahbuslar orasida o'tirganda nimani xayol suradi? O'sha odamlarga qarab. O'sha odamlarga qarab, mana shularning ichida ham yaxshilari bo'lishi mumkin. Biz ularni yaxshi qila olmaymiz. Qanchadir muddatda o'tgandan keyin har bitta insonning ichida albatta oltin bo'ladi. U o'z aksini topadi degan narsani xayol qiladi. Odamlar hayotda hech qachon bir-biriga o'xshamasligini, o'zini hayot yo'llari borligini xayol qiladi. Xo'p. Matkarimov va Gubanov, Matkarimov va Zargarov birinchi uchrashuv paytida ustalar oshxonasida kofe damlab ichishadi. Shunda Zargarovga suvda ta'mi nima uchun yoqmaydi? Bormi javob? Dolomit miqdori ko'pligi uchun suvda ta'm yoqmaydi. Oxirgi savolimiz. Zargarov o'ziga nimani omad deb biladi?
yukini maqsadini katta qo'yishda omad deb biladi. Dmitriy Kazimich uchun shunday nuroniy inson bilan uchrashganim uchun omad deb bilardi. Xo'p. Fotima Zargarovni tashab kim bilan ketib qolgan? Yo'q. Shohmat. Shohmat Ha, o'zi. Tabassum deb laqabim bor. Xo'p, savol javoblarni ko'rdik. Natijasi o'zi aniq, lekin men bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ko'proq ballni biz birinchi shartga ham beramiz. Birinchi shartda lekin sizga jarima ball men yarim ball qo'yyapman. Sababi fikriga aralashmasligingiz kerak. Shunga qaramasdan keyingi bosqichga Po'lanboy va Mashhura yurib olish kerak deb hisoblayman. Asar bayoni savollar jihatidan yaxshi. Men ham shu fikrdaman. Rayon Asad o'qigansiz, faqat hayajon bo'ldi. Ismni adashtirdingiz. Farida dedingiz, Fotimani. Biz buni o'zimiz hisobga olib turibmiz. Keyingi safar agar yana sherigingizni fikrini bo'ladigan bo'lsangiz, chunki vaqt belgilangan. Bu vaqtda biz imkon qadar biz ham fikrini bo'lmaslikka harakat qilyapmiz. Agar gapi tugab qolsa yoki boshqa bo'lsa, biz tortib savol berib tortishga harakat qilamiz 2 daqiqani. Unaqa keyingi safar to'g'ridan to'g'ri chiqaveramiz. Mana dueldan chetlashtirib yuboramiz. Demak, keyingi bosqichga 18 maktabdan To'lanboy va Mashhura chiqadi. Rayona sizga ham omad tilayman. Rahmat. Demak, 9-duelimiz 62-diyumdan Muhammedova Bibisora va 36-maktabdan Umarova Gulmiralar Frans Kafkaning Evrilish asari bo'yicha bellashadi. Biz shartlarni eslatib o'tmaymiz, shartlarni bilasizlar. Shuning uchun tezkorlik bilan boshlaymiz. Birinchi shart bo'yicha 2 daqiqa vaqt Bibisora ketdi sizga. Frans Kafkaning Evrilish asari. Demak, biz o'zimizga o'zimiz asarni o'qishni boshlaganimizda katta savol tug'iladi. Siz tasavvur qiling, ertalab uyg'ondingiz, uyg'onganingizda tanangizdan tortib xayolingizgacha, xayolingiz, aqlingiz, hatto ko'rinishingiz, hatto ovozingiz ham o'zgargan. Bir kechada mana shunday o'zgarishlar aynan Frans Kafkaning mana shunday Evrilish asarida keng mulohazali, mushohadali asar hisoblanib, mana shunday asarda keltirilib o'tirgan. Evrilish asarida asosan Gregor Zamzaning hayoti, uning ishlashi, uning tinmay mehnat qilishi va oxirida esa bir kun uxlab turishida u butunlay maxluqqa, hasharotga aylanib qolishi, insoniyat, hatto hayolat olamiga kelmaydigan bir tushunchalarni belgilab beradi. Asosan Frans Kafka bunda nima demoqchi? Hasharotga aylangani bilan u ishlashdan, rivojlanishdan, o'sishdan, oilasiga yordam berishdan hamda mehnat qilishdan batamom cheklandi. Faqatgina maxluq hasharotga aylandida hech kimga keraksiz bir chekkada yotadigan suvarakka aylandi qoldi. Uni biz asarni o'qishni boshlaganimizda birinchi ko'z oldimizga keladi suvarak, keyin yana asarni o'qish davomida ikki shoxli qo'ng'iz va asarni tugatayotganimizda esa hayolimizga keladi mehnatkash va tinmay mehnat qiladigan chumolini hayolimizga keltirishimiz mumkin. Evrilish asosan bu majoziy, ma'naviy ma'noda yozilgan asar bo'lib, unda haqiqiy evrilayotganlar, ya'ni metamitoza bo'lib, uni vujuddan vujudga almashish, haqiqiy Grigorni anaqasida yuz bermaydi u. Grigorni hayotida yuz bermaydi. Nafaqat u, otasi uni hasharotga aylanishi, pul topishni to'xtatganida otasining unga bo'lgan hurmatini pasayishi, pul topmayapsan, nimaga puling yo'q degan tushunchalarni, ya'ni hasharotga aylangan Grigorda tushuna olmasligiga sabab bo'lgan. Bu esa asarda haqiqiy evrilishni uning otasi, onasi, singlisi bajarganini ko'rsatib berishimiz mumkin. Evrilish asosan bitta Grigor Zamzada yuz bermadi. Uni ishdan haydagan, sen maxluqsan, bo'ldi, jamiyat uchun kerak emassan, jamiyatda sening o'rning yo'q degan tushunchalarni hisoblagan ota-onasi. Demak, Gulmira tayyormizmi? Hayajonga olamiz, ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Men 36-maktabning 11-sinf o'quvchisi Umarova Gulmiraman. Men bugun sizlarga Frans Kafkaning 1915-yilda yozilgan Evrilish qissasini bayonini aytib beraman. Bu asarda asosiy g'oyasi begonalashuv, ya'ni yolg'izlik tasvirlangan. Bunda Frans Kafka ertalab uyg'onganida hasharotga aylanib qolganini ko'radi va bunga oilasi yomon munosabat bildiradi. Otasi undan jirkanadi, onasi qo'rqadi, singlisi esa biroz mehr ko'rsatadi, lekin vaqtlar o'tib singlisi undan sovuqlashadi. Bosh qahramon Gregor Zamza ertalab uyg'onganida maxluqqa aylanib qolganini ko'rgach, u qanday odam qiyofasiga qaytishni, bu yo'ldan qanday chiqib ketishni emas, balkim ishga qanday borishni, boshlig'iga qanday sabab aytishni o'ylaydi. Gregor Zamza otasining qarzini to'lash uchun borlig'ini va o'zining orzularini, qiziqishlaridan voz kechgan, otasining qarzini to'lash uchun komivoyajerlik bilan shug'ullangan inson edi.
u kelajagini tasavvur qila olmaydi. Faqat butun hayoli va kelajagi ham ish ekanligi haqida o'ylaydi. Ammo hasharotga aylanib qolgach, oilasiga keraksizligini his qiladi va ota-onasi his qiladi va u halok bo'lgach, ota-onasi bundan hech tashvishga tushmaydi. Aksincha kelajak rejalarini tuzishadi. Singlisiga boyroq oiladan turmush o'rtoq topishni rejalashtirishadi. Bundan xulosa qilib aytganda, biron inson manfaati tegmagach, boshqa insonlarga keraksizligi tasvirlangan ushbu asarda. Bo'ldimi? Rahmat. Vaqtimiz ham bo'ldi. Xo'p, demak, savol-javobga o'tamiz. Bibisora, marhamat, birinchi savol. Demak, Frans Kafkaning Evrilish asarida shunday o'xshatish borki, u harbiy o'zgarishga o'xshatilgan. U o'xshatish nima bilan o'xshatilgan? Ya'ni aytmoqchimanki, u asardagi o'zgarish, harbiy o'zgarish. Buni biz harbiy o'zgarish deb nomlasak, albatta mubolag'a bo'lmaydi deb Frans Kafka o'xshatib ketgan. Bu narsa nima? Harbiy o'xshatish bu, harbiy o'zgarish hisoblanadi. Bu o'zgarish, tanadagi bu o'zgarish harbiy o'zgarish hisoblanadi. Tanadagi o'zgarishga nisbatan aytyapti. Tanadagi tushuntiraman sizga. Tanadagi o'zgarish harbiy qaysi o'zgarishga to'g'ri keladi demoqchi bo'lyapman. Shunaqa deb aytilgan deyapti. Tovush o'zgarishi, harbiy o'zgarish deb misol qilib keltiradi. Asardagi qulog'i og'ir personaj kim deb? Qulog'i og'ir personaj kim? Otasi. Yo'q. Kim? Boshlig'i. Marhamat. Ikkinchi savolim, otasi eng ko'p nimadan qo'rqardi? Grigor Zamzaning otasi eng ko'p nimadan juda ham cho'chirdi va doim qo'rqib yurardi? O'g'li ishini yo'qotib qo'yishdan. Yo'q. Sharmanda bo'lishdan juda ham qo'rqardi. Marhamat, ikkinchi savol. Ikkinchi savolim. Greta magazinda ishlardi va kelajakda qanaqadir ishga kirib olish uchun tillari qaysi fanlarni o'rganadi? Fransuz tilini hamda scenografiyani o'rganadi. Uchinchi savolim, Grigor Zamza o'sha hasharotga aylandida, ertalab turdida hasharotga aylanganini ko'rdi tanasida hamda uni xayoliga birinchi kelgan narsa nimadan qo'rqdi? Ishini yo'qotib qo'yishdan? Yo'q. Singlimni endi konservatoriyaga kirgiza olmasam nima qilaman deyishdan juda ham qo'rqdi. Avval birinchi ishini yo'qotib qo'yishdan-da, ishga qanday borishdan? Yo'q, birinchi singlisini orzularini, endi singlim men sabab orzularsiz qolib ketadi degan. Yo'q, uni hasharotga aylanib bo'lgandan keyin u hasharotga aylanib bo'lishi bilan endi men singlimni qanday qilib o'qishga kirgizaman, shu holim bo'lsa degan birinchi qo'y shu bo'ladi. Lekin uyg'onganida qanday ishga boraman deganda, endi eng ilki shunaqa. Meni savolim, qushpatli shapka kiygan Grigor Zamza? Yo'q. Otasi. Boshlig'imi? Qushpatli shapka kiygan qahramon. Qushpatli. Boshliq. Topolmadim. Oqsoch ayol. Fikrlarga o'tamiz. Qarang. Zamza hasharotga aylangandan keyin birinchi o'ylagan narsasi ishga qanday borish haqida bo'ladi. Bu qiz javobiga men bu qizni javobini to'g'ri deb qabul qilaman. Chunki birinchi o'ylaydi. Birinchi xayoliga kelgan narsa o'zini holatini ko'rib turib, ishga qanday boraman. Shu jihatdan to'g'ri. Xo'p. Fikrlar masalasida nima qilamiz? Xo'p. Men o'tgan duelda yana bitta savol bergandim. Shu Evrilishdagi Zamza, xo'p, keyin begonadagi Kamyuni begonasidagi Merso hamda bitta rus adabiyotining eng zo'r namoyandalaridan bir qahramoni bor. Ular uchalasi jamiyat uchun begona. Siz menga o'sha qahramonni aytinglarchi? Uchinchi qahramon. Bu Zamza rus adabiyotining mashhur yozuvchisini bir qahramoni bor. Robinson Kruzo. Yo'q, rus adabiyoti. Xuddi begona jamiyat. Qaysi qahramon? Qahramonni so'rayapman. Qahramon? Rus adabiyoti o'qigan bo'lsangiz, balki o'qigandirsizlar. O'qigan bo'lsanglar kerak.
mashhur asar. Mashhur gap asar. so'zinglarga qaraganda o'qigansizlar. Hmm. Fikrlashlarga qaraganda o'qigansizlar. Shundan kelib chiqib savol beryapmizda. Zamza, Merso hamda u. Uchalasi ham jamiyat uchun begona. Dostoyevskiyda qaysidir unaqasi edi-da, asaridagi. Javobingiz bormi? Dostoyevskiyni topdingiz, lekin Dostoyevskiyni Jinoyat va jazo asaridagi Raskolnikov. Fikrlarga. Xo'p, meni fikrim bo'yicha katta farq yoki g'alaba yoki mag'lubiyat emas. Bibis Muhammedova Bibisora keyingi bosqichga yo'l oladi. Faqat bu haligi shartli ravishda. Shunaqa Qo'shilamiz. ikkinchi shartni bittadan javob berdinglar. Bu sizni javobingiz to'g'ri deb qabul qildik biz. Noto'g'ri degan bo'lsa ham biz chunki asarda o'qiganmiz o'zimiz ham va 0.1 ball. Unaqa katta farq bilan emas. Xafa bo'lmaysiz, endi bu duet shunaqa. Ozgina birinchi shartda jicha oqsash bo'ldi sizda. Ozgina farq bilan. To'xtatishlar. Lekin biz loyihalarni kuzatib boring, hali yana buni viloyat bosqichlari boshqalar bo'ladi. Uni ariza asosida qabul qilamiz. Shularga muloqot qilishingiz mumkin bo'ladi. Bibisoraga keyingi bosqichda omad tilaymiz. Rahmat sizlarga. Demak, 10-duelimiz 6-maktabdan Sobirjon va Gulchehra va 17-dimdan Tursunboy va Muqaddaslarni o'rtasida bo'lib o'tadi. Asarimiz Odil Yoqubovning Qanot juft bo'ladi asari. Shartlarni eslatib o'tmayman, shartlarni bilasizlar. Shuning uchun boshlaymiz. Qur'a bo'yicha Gulchehra, marhamat. 2 daqiqa vaqt ketdi. Assalomu alaykum. Men sizlarga bugun Odil Yoqubovning Qanot juft bo'ladi asar haqida gapirib bermoqchiman. Bu asar asosan oila muqaddasligi, rashk, sevgi haqida gapirib beriladi. Bu orada asosiy qahramonlari bu yerda Akrom bilan Sayyora bo'ladi. Bular har xil munozaralarga kelib chiqadi. Bunda keyin qishloq hayoti, aholini qiyinchiliklari haqida ham gapirib beriladi. Bu yerda qishloq hayotida ayollar dalalarda suv ochib yurishlari, erkaklar mansabga berilib ketib, oilasini tashlab ko'proq shaharlarga ketib mansab uchun, pul uchun ketishadi. Ayollar esa yerlarga suv ochib yurishadi. Keyin rashk tufayli ayollarni urib, ayollarga ko'p zarar yetkazishlari haqida ham gapirib beriladi. Bu yerda Akrom va Sayyora ham rashk tufayli orada urushib qolishadi. Shular haqida gapirib beriladi. Oila muqaddasligi yoritiladi asosan. Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi sizga? Bu yerda ayollar uchun kurashishadi, ayrimlar kurashadi, lekin ayrimlar ayollarni jicha bo'sh qo'yib qo'ysa, bo'shab yengil tabiat bo'lib ketishadi deb o'ylashadi, lekin ayollarning qadrini bilishmaydi. Shu taraflari yoqmadi, lekin ayrimlar ayollarning hurmatini joyiga qo'yishadi. Nimasi yoqmadi? Qanday fikrlar bor yana? Sevgi va rashkka berilib turib, ayollarga ziyon yetkazmaslik kerakligi haqida beriladi bu yerda. Shularni yoritib berishgan asosan. Yana 20 soniya vaqtimiz bor. Nima uchun tavsiya berasiz o'qishga biz? Biz o'qishimiz kerak bo'lsa. Buni o'qigandan keyin ayollarning qadrini ko'proq bilinadi, oilaning muqaddasligiga ko'proq e'tibor qaratiladi. Rashkni ustun qo'ymasdan o'ziga bir-biriga ishonch bo'lish kerak bo'ladi. Nomi ham bejiziga Qanot juft bo'ladi deyilmagan. Muqaddas tayyormizmi? Tayyorman. Ketdik. Men Odil Yoqubovning Qanot juft bo'ladi qissasini o'qidim. Bu qissa asosan oilaning muqaddasligi, uni asrab avaylash kerakligi to'g'risida yozilgan. Odil Yoqubov bu asarda insonlarning hayotga bo'lgan munosabatlari, qanday kasblarni tanlash kerakligi to'g'risida yoritib o'tilgan. Qanot juft bo'ladi so'zi orqali insonlar o'zlariga mos bo'lgan juftni tanlash kerakligi to'g'risida yozilgan. Inson yolg'iz baxtli bo'la olmasligi to'g'risida aytib o'tilgan. Bu asar asosan Sayyora va Akramning sevgi qissasi to'g'risida. Sayyora va Akram institutdagi paytda sevishadi va ular turmush quradi. Ularning bir nafar Nodira ismli qizchasi bo'ladi. Bir tarsaki tufayli ularning oilasi halokat yoqasiga kelib qoladi. Chunki Sayyora boshqa universitetdagi boshqa bolalar bilan unga tushganligi sababli uni rashk qiladi va u bilan urushadi. Bu esa Sayyoraga yoqmaydi. Bu urushdan keyin
sayyora shaharda qoladi, Akram esa qishloqqa ketadi. Chunki Akram qishloqda unib o'sgan, mard, jasur yigit hisoblanadi. Sayyora esa shaharda o'sgan va shaharda ular universitetda birga o'qiganligi sababli ular turmush qurgan bo'ladi. Akram qishloqdalik paytida sayyoraga xat yozadi. Keyin sayyora qishloqqa keladi. Qishloqqa kelganda unga isitma kiradi va isitma kirganligi tufayli uni oyoqlari ishlamaydi. Keyin u banisida yotadi. Banisida yotgan paytligida Hamida degan qiz bilan tanishadi. Hamida bu Akramni oldin yaxshi ko'rgan qizi bo'ladi. U bilan maktab paytdaligida gaplashgan bo'ladi. Keyin Hamida u Akram bilan bo'lgan munosabatlarni hammasini sayyoraga aytib beradi. Rahmat. Ikkinchi shartga o'tamiz. Gulchehra, marhamat, birinchi savol. Turob Ikromovichning ukasi kim bo'ladi? Turob Ikromovichning ukasi Nurtoy. Yo'q. Marhamat, javob. Murod bo'ladi. Savolingiz? Akram qishloqdaligi paytida sayyoraga xat yozadi. Bu xat nechinchi yil va qaysi sanada yozilgan? Bir 1965-yil 30-iyunda. Savolingiz? Qishloqdagi klub nechinchi sanada ochiladi? 24-iyunda. Yo'q, 28-mayda ochiladi. Savol? Bu asardagi qaysi voqea burilish nuqtasi hisoblanadi? Hamida bilan nima? Sayyorani tanishib qolishi, sayyora Hamidaga yordam berib, uni qutqarib qolishi. Noto'g'ri. Qahramonlarning mas'uliyatli qaror qabul qilishi. Oxirgi savolimiz. Nima? Hamida bilan Akram nima sababdan yo'q? Akram bilan uchrashga nima uchun Hamida rozilik beradi? Akram bilanmi yo Hamida rozilik berish kerakmi yo Akram? Hamida rozilik berib keladi. Nima sababdan? Chunki unda Hamidada muammo bo'ladi. Ishdan bo'shab ketganligi sababli sayyora bilan uchrashadi. Akram bilan uchrashadi. To'g'ri, sal qisqaroq. Marhamat, oxirgi savol. Asardagi qaysi qahramonlarning eng muhim sinovlari qaysi? Rashk, sevgi tufayli ular ko'proq sinovga uchrashadi, bir-birini rashk qilishib ko'proq. Yo'q. Aynan sinovlarda aytyapti. Sinovlari. Sadoqatlilik, halollik, bir-biriga bo'lgan, do'stlariga bo'lgan sadoqatlilik. Ko'p qisman to'g'ri desak bo'laveradi. Fikrlar teng, lekin meni fikrimcha Tursunboyev Muqaddas keyingi bosqichga yo'l oladi. Meni shaxsiy fikrim. Tursunboyev emas, Sobirjonov Gulchehra, uzr. Sobirjonov Gulchehra, men adashtiryapman. Xo'p, sababi savollarda keyin yoritib bersa yaxshiroq bo'lganligi uchun. Lekin siz ikkinchi bosqichga yaxshi ball qo'ydingiz, yuqori ball qo'ydingiz. Hozir kim chiqyapti shunda? Sobirjonov Gulchehra. Xo'p, yakuniy qarorni men qabul qilaman. Demak, birinchi shartda biz Gulchehrani rosa tortdik, ko'proq javob berishga undadik. Muqaddas asarni to'liq, asarni voqealarni atrofida aylanyapsizlar-da, biz aytyapmiz-ku, biz asarni nima uchun o'qishimiz kerak yoki nima uchun o'qimasligimiz kerak. Misol uchun bu asar qanot juft bo'ladi asari, sevgi, muhabbat, rashk tuyg'ulari haqida ekan, buni o'qimanglar, misol. Yoki mana bu jihatlari odamlar o'qisa bo'ladigan jihatlar ekan degan fikr kerak-da. Biz asarni voqeasi kerak emas. Qayerda ko'rishgan, uchrashgan, uni ish qilgan, qachon asar yozilgan, hattoki aytishyapti, qaysi nashriyotda yozilganigacha aytishyapti. Bundan oldingi juftliklarda biz bu narsalar kerak emas, bizga ma'lumotlar. Bizga asarni qay darajada bilganingiz, qay darajada bilishingiz kerak. Ikkinchi sar nisbatan teng bo'ldi va yakuniy qaror bo'yicha 17-dimdan Tursunboyev Muqaddas keyingi bosqichga chiqadi birinchi shartdagi faolligi tufayli. Rahmat.
Demak, navbatdagi duelimizda 17-maktabdan Latifjon Robiya va 24-maktabda Usmonova Mavludalar Boburnoma asari bo'yicha bellashish kerak edi, Zahrida Muhammad Boburdi. Lekin 24-maktabda Usmonova Mavluda kelmaganligi sababli, demak 17-maktab o'quvchisi Latifjon Robiya keyingi bosqichga chiqadi. Sizni keyingi bosqichda omad tilaymiz. Demak, navbatdagi duelimiz 33-maktabdan Nazirova Feruza va 1-idumdan Foziljonova Noila Abdulla Qahhorda Sinchalik asari bo'yicha bellashadi. Shartlarni eslatib o'tmaymiz, shartlarni bilasizlar. Demak, birinchi shart bo'yicha Feruza vaqt ketdi. Assalomu alaykum hurmatli hakamlar. Bugun men o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Abdulla Qahhorning Sinchalik asari haqida o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Mazkur qissa 1958-yili yozilgan bo'lib, o'zbek adabiyotining yirik asari hisoblanadi. Qissada Saida obrazi orqali yozuvchi o'zbek ayollarining jasorati, matonatini yaqqol aks ettirgan. Qissada Saida Bo'ston kolxozining tajribali raisi, ko'p mehnat qilgan, ammo manmanlikka berilgan Qalandarov bilan ro'baro bo'ladi va ikkisining o'rtasida kuchli ziddiyat aks etadi. Asar davomida bu ziddiyatlarga yechim topishga harakat qilishadi. Sinchalik so'zining ma'nosi nozik, kichkina degan ma'noni anglatadi. Saidaning ko'rinishi nimjon bo'lgan, lekin ichidagi bir qudratli his borligi sababli unga shunday nom berishadi. Saida xuddi mitti qush kabi tipirchilardi o'zining hayotida. Bundan tashqari, asarda bir qancha asosiy qahramonlarga guvoh bo'lamiz. Xususan, Qalandarovning turmush o'rtog'i, ayoli Hurniso bir necha yillar avval maktabda ta'lim berib, bir qancha ayol qizlarni ilm olishiga yordam bergan va bu borasida ularga katta xizmat ko'rsatgan. Bundan tashqari, o'sha Qalandarovning yaqin kishisi, yugurdagi mirzasiga aylangan Eshon hamda Hurnisoning yaqin sirdoshiga aylanib ulgurgan Kifoyatxon obrazlariga ham ko'zimiz tushishi tabiiy holat. Eshon hamda Kifoyatxonning bir yagona farzandlari Manzuraxon qizi bo'ladi va ko'zga tashlanadigan qahramonlardan biri Kozimbek bo'ladi. Kozimbek meditsina yo'nalishida ta'lim olgan bo'lib, Demak, davom etamiz. Noila tayyormisiz? Albatta. Ketdik. Abdulla Qahhorning 1958 yozgan Sinchalik asarida asosiy qahramon Saida hisoblanib, u nozik, kichkinagina, xushbichim, xushmuomala va aqlli bo'lganiga qaramay, kattagina Bo'ston kolxozining raisi Qalandarov Aslonbekka duch keladi. Uning xarakteri juda og'ir, boshqalar uning ustidan hukmronlik, gapirsa g'ash keladigan va xarakteri juda og'ir bo'lganligi sababli u bilan bellashishga to'g'ri keladi va oxirida uni xarakterini yaxshi tarafga o'zgartiradi. Kolxozga juda katta yaxshiliklar qiladi. Yaxshi tomonga o'zgartiradi. Paxtaga uning salbiy taraflarini olib tashlab, xotin-qizlarni asosan o'qishga jalb qiladi. Va asarda e'tibor berishimiz kerakki, Kifoyatxon va Mehra obrazlari bor. Uning obrazlari asosida adib ayollarga nisbatan bo'lgan erkaklar tomonidan zo'ravonlik, ularni ilm olishga qarshilik qilishlari, ustidan hukmronlik qilishlari ham berilgan hisoblanadi. Ularni oldini olish, u zamondagi bo'lgan ayollarga munosabatni to'g'irlash maqsadida asarga bu qahramonlarni kiritgan. Saida obrazida esa ayollarni nozik yoki aqlsizligiga qaramay juda katta ishlarni bajara olishi, erkaklar bilan bir pog'ona pastga bo'lishiga qaramay ular qilgan ishlarni qila olishi, qaqshab yotgan joyini gullatishi tasvirlangan. Va Saida o'sha kolxozni raisi bo'lgan Qalandarov Aslonbekning o'g'liga ko'ngil qo'yadi va bir-biri bilan munosabatda bo'lib, oxirida ikkalasi baxtli bo'lishadi. Qalandarov o'ziga xulosa chiqaradi va yaxshi tarafga o'zgaradi. Bu asarni o'qishga tavsiya qilish yoki qiziqishga maqsad ayollarga bo'lgan munosabat va ularni zo'ravonlik, erkaklarga nisbatan zo'ravonlikdan qutqarish, ayollarni ilm olishiga qarshilik qilmaslik to'g'risida olib boriladi. Adibning asosiy maqsadi shundan iborat edi. Bo'ldimi? Rahmat. Va ikkinchi shartga o'tamiz. Savol-javob. Marhamat, Feruza, birinchi savol. Zulfiqorov yuzasidan bo'lgan masaladan tashqari, Saida va o'sha Arslonbek o'rtasidagi birinchi to'qnashuv, janjali. Nima masala yuzasidan bo'lgan birinchi janjal?
Saida kelgandan keyin o'zini hukmini menga o'tkazyapti deb tasavvur qiladi. Ya'ni bir masalada kiradi. Nima uchun kolxoz masalasida kirganda men ustidan hali mudir sekretar bo'lmasdan turib men ustimda hukmronlik qilyapti deb o'zida o'y qoldiradi. Yo'q, birinchi majlis masalasida tortishadi. Majlis masalasini kun tartibi bo'yicha. Sotsialiy markazi o'zaro tashvish guruhini qancha vaqtda keladi? 3 kun davomida. 9 kun. Marhamat, ikkinchi savol. Qalandarov ayolining haddan tashqari semirib ketganini qachon, qaysi paytda biladi? Bog'chadan Kifoyatxonni olib uni joylaganida, yotib qolganida biladi. Yo'q. O'g'li Moskvaga dam olish uchun ketgan o'g'li qaytib kelgan kuni uxlamaydi. O'sha Qalandarov uxlamaganda, ayoli uxlaganda joyini egallab yotganda payqab qoladi. Marhamat, keyingi savol. Kifoyatxon turmushga chiqqanda necha yosh edi? 14 yosh. To'g'ri. Savol. O'sha Qalandarovning soyada qolganligining ikkita asosiy sababi. Saidani ko'p ishlar bilan shug'ullanganligi, odamlar uni ustidan bemalol shikoyat qila olishi. Boshdagi soyadagi aytyapsizmi? Soyada qolib ketdi. Boshda kitobxon ostidagi brigadalar, kolxozchilar ustidan yo'q, soyada o'sgan deydi-yu, soyada o'sgan brigada o'sha raislardan deydi. Nima sababdan? Ikkita asosiy sabab soyada qolganiga. O'sha o'sayotgan kolxoz brigadalar raislari boshqalar ustidan hukmronlik qilishi, o'z gapini o'tkazishi. Yo'q, chala savodligidan u soyada qolgan bo'ladi. Birinchi sabab, ikkinchi sabab partiya tuzumi doirasidan tashqariga chiqib ketgan. Oxirgi savolimiz. Kifoyatxon bog'chadan bo'shagandan keyin qaysi ishlar bilan shug'ullanadi? Bog'chadan bo'shagandan keyin shu dala ishlariga kirishib ketadi. Yo'q. Kasr bo'ladi hammomga va sartaroshxonada hisobchi bo'ladi. Yordamchi. Bu duelda keyingi bosqichga Nazira va Feruza yo'loladi. Bu meni fikrim bo'yicha. Ikkovlariga birinchi shartda bir xil baho qo'ydik, lekin savol javobda bitta savolda to'g'ri javob berganligi uchun Nazira va Feruza keyingi bosqichga yo'l oladi. Rahmat sizlarga ishtirok uchun. Demak, navbatdagi 13-omadli duelimizda 14-maktabdan To'lanov va Maftuna va 73-iyumdan Ilhomjon va Muxlisalar Gabriel Garsiya Markes Yolg'izlikning 100 yil asari bo'yicha bellash kerak edi, lekin 73-iyumdagi Ilhomjon va Muxlisaxon kelmaganligi sababli keyingi bosqichga To'lanov va Maftuna yo'l oladi. Sizga keyingi bosqichda omad tilaymiz. Demak, ikkinchi bosqichimizda so'nggi duel 26-maktabdan To'xtasil va Mohinur va 23-maktabdan To'ychibek va Xumora Tolstoyda iqrornoma asari bo'yicha bellashishadi. Shartlarni eslatib o'tmayman. Shartlarni bilasizlar. Qura bo'yicha Mohinur sizga 2 daqiqa vaqt ketdi. Birinchi shart bo'yicha marhamat. Taniqli rus yozuvchi Lev Nikolayevich Tolstoy iqrornoma asari jahon adabiyotida ko'p asarlar ro'yxatga kiradi. Bunda adib o'z hayoti, ichki kechinmalari va ruhiy izlanishlari haqida yozadi. Asarda u bir inson adib 11 yoshligida uni yoniga bir gimnaziya talabasi keladi va bir kashfiyot haqida aytib beradi. Bu kashfiyot shundan iborat ediki, inson xudo yo'q va unga o'rgatilgan narsalarning barchasi behuda gaplar. Shundan so'ng u umuman e'tiqodga berilmay qo'yadi va unga o'rgatilgan narsalarning barchasi behudaligini tushunadi va asarda Tolstoy bir rivoyat ham keltiriladi. Unda sayyoh dashtu biyobonda aylanib yurgan paytda yirtqichga duch keladi va quduqqa, tubsiz quduqqa o'zini tashlaydi. Buning sababi undan qochmoqchi bo'lib quduqqa tashlasa, lekin uning tubida undanda dahshatliroq bir ajdorxonni ko'radi. U butaning shoxiga ilinib qoladi. Lekin pastga tushib ketish muqarrarligini bilsa-da, uni mahkam ushlab oladi. Bir qarasa, oq va qora sichqonlar uning ildizini kemirayotganini ko'radi. Tolstoy nima uchun bu rivoyatni keltiradi? Chunki u o'z ahvolini shu sayyohnikiga o'xshatadi va shunday deydi: "Men hayot butoqlariga zo'r bozor ilinib turibman. Men shu o'lim ajdarhosining domiga tushib ketishimni bilsam-da, men asalni yalashga harakat qilaman." Bu asalda hayotning yolg'on quvonchlari tasvirlanadi. Inson qanchalik yolg'on
quvonchlarga va hayotning zavqu shavqiga berilsa-da, baribir o'limning changaliga tushishini tushunish kerak bo'ladi. Asarda eng yoqtirgan qahramonim bu Tolstoyning o'zi bo'ladi. Chunki u hayot ma'nosini izlash uchun turli xil ilmlar bobida izlanadi. Lekin tuzukroq javob topolmagandan so'ng atrofini qurshab turgan oddiy odamlar, boy emas, badavlat emas, oddiy odamlarning hayotiga nazar tashlaydi va ularning hayotidan javobni topadi. Bu javob iymon edi. Iymon insonga nafaqat to'g'ri, halol yashashga, balki hayot masalalariga javob berishga ham yordam bergan edi. Asarda mazmun mohiyati shundan iborat bo'ladiki, Rahmat. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum, men To'chbek Rahimora 23-maktab o'quvchisiman. Lev Tolstoyning Iqrornoma asari. Iqrornoma asar bu Lev Tolstoyning o'z yoshligi, bolaligi, hayot kechirmalarini yoritib bergan asar hisoblanadi. Lev Tolstoy yoshligidan ilmga chanqoq, ziyrak o'quvchi bo'ladi. Uni ota-onasi ham o'ziga to'q oiladan bo'ladi. U Lev Tolstoyni ilm olishiga juda ham katta yordam beradi. Lev Tolstoy lekin ko'plab asarlar yozgani bilan u doim bitta narsani o'ylaydi. Men bu dunyoga kelganimdan maqsadim nima, yashashdan maqsadim nima degan savolga yechim topish maqsadida ham o'z iqrornomasini yozadi. Bu iqrornoma yoshlarga doim ham o'sha shon-shuhrat, martaba yordam bermasligini isbotlab o'tib ketadi. Chunki o'zini hamma narsasi yetarli bo'lsa ham u oddiy insonlar bilan hayot kechirishni xohlaydi va oddiy insonlarga qo'shilib hayot kechiradi. O'zi xristian dinida bo'lganligi sababli ham oddiy insonlarga qo'shilib Xudoga ishonadi va o'sha insonlar bilan haqiqiy baxtni his qiladi. Yoshlarga shuni o'rgatadiki, o'zi yoshligidan, kichkinaligidan qanday orzu qilgan bo'lsa, shu orzusi orqali yurishini talab etadi. Men bu asarni o'qib shuni tushundimki, inson tug'iliboq o'zi xohlagan orzularni amalga oshirishdan qo'ldan nima kelmasin harakat qilishi, o'sha orzulari orqali doim yuksak pog'onalarga chiqishini talab etadi. Orzu, umidlari hech qachon yerda qolib ketmasligi uchun doim yordam beradi. Bu asar o'sha yoshlarga ilm olish doim birinchi o'chiritda shon-shuhrat, mol dunyo, obro' e'tibor ko'p joylarda ham yordam bermasligi, iymon birinchi o'chiritda turishligini isbotlab o'tib ketgan asar hisoblanadi. Lev Tolstoy ko'p asarlar yozadi. Bu asari, Iqrornoma asari o'sha yoshlarga juda ham katta kuch beradi. Bu asarni o'qib men ham o'zimga juda katta kuch oldim. Yoshligimizda qanday umidlarimiz bo'lsa, to katta bo'lgunimizcha shu umidlarimizni orqasidan yurishimiz bizga yanada o'zimizga ilhom beradi, kuch beradi. Bu asardan shunday xulosa chiqardimki, o'sha ko'plab kitoblarda Lev Tolstoy haligi sevishgan ikki inson o'rtasidagi sevishgan. Rahmat. Savollarga o'tamiz. Marhamat, birinchi asarda savol. qanday kuch xohishdan ko'ra to'laroq, kuchliroq deb ta'riflanadi? Iymon kuchi. Hayotdan xalos bo'lishga chorlayotgan kuch. Lev Tolstoy Iqrornoma asarini nechanchi yilda, necha yoshda yozadi? 1879-yilda 50 yoshida yoza boshlagan, lekin asosiy mazmuni haqida 20 yoshdan o'ylay boshlagan. Asarda bir toifa odam butun insoniyatni tashkil qiladi, lekin qolgan milliard yashab o'tganlar va hozir yashayotganlar oddiy odamlar emas, jonivorlar deb aytadi. Bu qanday toifa edi? Bilmadim. Badavlat, o'qimishli, bekorxo'ja odamlar toifasi. Bu asarda Lev Tolstoy nechanchi yilda bu asarda Lev Tolstoy bu asar nechanchi yilda yoziladi va 100 yillik tavalludining 100 yilligi bilan necha marotaba chop etiladi? Sho'ro zamonida faqat bir marta 1928-yili adib tavalludining 100 yilligi munosabati bilan atiga 1000 nusxada chop etiladi. Oshkora zamonda esa 1991-yilda yana bir marta chop etiladi. 1000 marotaba yoziladi. Rahmat. Savol? Yana bir savol. Asarda iymonga shubha tug'ilishining birinchi omili nima edi? Boy badavlat bo'lish, o'sha boylikka bo'lgan his-tuyg'ular. Din muhiblari hamma vaqt ham o'zaro ittifoq muloqotda bo'lmasligidir. Bu asarda talabalar Xudo yo'q, Xudoga ishonishni aytgan insonlar yolg'on gapiradi degan. Bu qaysi talaba? Talaba ismi keltirgan. Bu Volodenko. Fikrlarga o'tamiz. Xo'p, savol-javob. Birinchi shart bo'yicha ikkovinglar zo'r asar, zo'r yoritdinglar. Hech qanaqa izohga, boshqa narsaga hojat yo'q. Lekin savol-javob shartda ko'rdik, lekin duelda asosiy narsasi ham savol-javobda. Raqibni yiqitish kerak. Bunaqa oson savollar berib qo'yib bo'lmaydi. Oson savollar berdi, shu jihatdan raqibingiz yutib ketdi. Keyingi bosqichga To'xtasin va Mohinur yo'l oladi. Keyingi bosqichda ko'rishguncha. Shuning bilan Jalaquduq tumani hokimi sovrini uchun o'tkazilayotgan Kitobxonlar dueli loyihasining ikkinchi mavsumi, ikkinchi bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi bosqichlarda ko'rishguncha.